Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtozbegim Xanda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi markalar bo'ladi. Sizlar bilan video davomida ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Albatta kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib va albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Chunki biz yil oxirigacha kamida 50 mingtadan 100 mingtaga chiqishimiz kerak. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar biz uchun juda ham muhim. Demak, biz videoni boshladik. Bizda navbatdagi mashinamiz Chang'an mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2020-yil ishlab chiqarilgan probegi 119 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. 115 minggacha benzinli yurgan. Yog'iga propan qo'yilgan ekan. Mana qapshifkalarni ham qo'ygan ekanlar akamiz. Eshik arshifka hamma joylari chunki bo'lgan ekan. Mashinamizning metan gazlarigacha bor, propani bor. Balon holatlarini ham ko'rsatib olamiz. 4 yangi balonlarni taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Motor hadoy. Umuman ishi xullas olishadi millionda qilib soqqani zoqqa yurib bosishadi. Men bunga dokument so'ralmaydi shekilli, so'raladi. Portli tentli, shu test turadi. Tortib qo'ysa bo'ladi. Dokumentlar hamma narsa joy-joyida. Narx choki. 9300 kelsa, 9300 so'raysiz. Avtozbegim nomidan chiqsa, xudo xolasa chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Geni bormi yo'q? Genga ham beramiz. Genga ham gaplashib olarkanmiz. O'zlari nomlarida Cheris Bankchi. Bankni bilmayman lekin chiqami bankni bilmayman. 2020 20 ga chiqadi aka. Bu farqi 20 ga kredit chiqadi. Bankka ham bosib yuborsanglar bo'ladi. Nomeringiz 99lik 770 2408 ismingiz Saidakbar aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Aytgancha kraskasini so'ramadim. Kraskasi qat-qatda bor. Tekshiruvlar men olganimda tekshirmaganmiz. Bo'lsa ozgina kapotda bo'lishi mumkin. Ozgina kapotda bo'lishi mumkin. Menga mamtda ham ko'ringandek bo'ldi. Tag'in ham o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi okalar. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Kia Bongo mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 202 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Korobka o'zi avtomat bo'lganmi, avtomat qilinganmi? Avtomat olganman aka. Ha, avtomat olgansiz. Mana bu oldi 3 talik ekan akalar. Xo'p. Mashinamizdan endi portlariga keladigan bo'lsa, xolodilniksiz aka bu? Yo'q, oddiy o'zi. Ha, oddiy o'zi ekan akalar. Xo'p, endi borti nechi bo'ladi bularning aka? Qani bunaqasi uzunasiga 280. 280 bunaqasiga bo'yi 180 dan sal oshiqroq. 180 dan sal oshiqroq. Enichi? Eniga hech o'lchab ko'rmagan ekanman. Eniga ham bir chiqsa kerak, 170 lar chiqsa kerak aka. Shunaqa chiqmasa kerak. 160 170 lar chiqadi xudo xolasi. Bu gazmi, benzin, propan? Bunaqa. Salarka. Salarkada yurar ekan. Dizel ekan akalar. Hop, endi balon holatlarini ham ko'rsatamiz. Balonlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Ta'nim o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Kraskasi aka? Kraskasi men o'zim tekshirib olmaganman. Oldinda bor deb o'ylayman. Men olgandagi hech qanaqa bo'lmagan aka. Shunday holatda olganman. Bor, narxchi aka? Narxini 15,5 nomiz kelishamiz. 15,5 so'raysiz. Avtozbegim nomidan chiqsa, xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib, chiroyli qilib berasiz. Gena? Anaqaga. Afamlini ekan akalar. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari Auksion nomer. Telefon nomeringiz 95lik 099 ismlari Oybek aka. Oybek aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi Chang'an mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi qancha dedingiz? 296 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Okalar, chexollari borga o'xshayapti, poliklari yo'q ekan. Bu dubl kabina, yakka balonli ekan. Dubl kabina, yakka balonli. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Konditsioner bo'ladi aka, bo'ladi. Konditsionerlari bo'lar ekan, full ekan aka. Mashinamizning metan gazlari yo'q ekan, faqat benzinmi? Faqat benzinda yurgan ekan. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yangi bo'lib turibdi. 4 yangi balon taqqan ekanlar akamiz. Borti nechi bo'ladi buni aka? 1,5 bo'ladi. 1,5 bo'lar ekan. Narxchi aka? 6,5 so'raymiz. 6,5 so'raysiz. Avtozbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Geni bormi aka? Yo'q, mash o'zi. Faqat afamlini. Kraskasini so'rayman. Kraskalar toza. Top-toza. Yara chuqalari bor, gruzovoy. Hop, endi nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99lik 790 86 66 ismlari Ahmadjon aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.
Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Chang'an mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari keladigan bo'lsak, bor yo'g'i 77 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q, mexanika korobkada, konditsioner, hamma narsasi bor akalar. Xo'p, endi bortiga keladigan bo'lsak, bortlarni ko'rishingiz mumkin. Tentli akalar. Uzunligi 280 ga necha deysiz aka? 280 ga 1.5, enigacha? Aha. 280. Enigacha? Eni 1.60 ekan akalar. Yakka balonli mana ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Metan gazlarigacha ham bor akalar. Mashinaning hech qanaqa xarajati yo'q, faqat olasizlar, soqqani bosasizlar akalar. Hop, endi kraskasiga keladigan bo'lsak, menimcha kraskalar tozaga o'xshayapti. Bitta joyda top-toza kraskasi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalarimiz 11.500 dollar so'rashyapti. Avtobusdagi nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni ham qilib berishadi, xudo xolasa. Cheris bank ham chiqib ketadi aka. Cheris bank boshiga qanchalar bilan chiqadi? O'zingiz topib o'zingiz hal qilasiz. O'zingizlar topib bankni ham o'zingizlar hal qilsanglar bo'ladi. Nomerlariga keladigan bo'lsak, 98 121 98 80 ismlari Ilyos aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Chang'an mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2021 dizel aka. 2021-yilda ishlab chiqarilgan probega 100 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, mexanika korobkada, konditsioner, hamma narsasi bor ekan akalar. Mashinamiz faqat benzinda yurgan. Bu yakka balonli akalar. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari yaxshi holatlarda turibdi. Buni borti necha bo'ladi? 1.5 ga 275. 1.5 ga 275 ekan akalar. Xullas bort qildirasizlarmi, tent qildirasizlarmi, nima qilsanglar ham o'zingizlar uchun bemalol chiroyli qilib olsanglar bo'ladi mashinamizdan akalar. Xo'p, endi mashinamizdan narxiga keladigan bo'lsak, narxi aka buni? 10 000. 10 000 so'rasiz, avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Bankni ham o'ziga hal qilib olishadi, agar bankka chiqadi. Xo'p, endi nomerlariga keladigan bo'lsak, nomerlari Nomerlar necha? bu yerda yozilgan-da adashmasam. Nomerlariga keladigan bo'lsak, 93 565 58 88. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Egalarining ismlari Dilshod aka. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Chang'an T3 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan probega 116 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, mexanika korobkada, konditsioner, hamma narsasi bor ekan akalar, ishlab turibdi. Mashinamizning metan gazlarigacha ham bor ekan akalar. Bortini ko'rishingiz mumkin. Bu zavodskoy borti aka yo'q qilinganmi? Bortlari zavodskoy ekan akalar. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Temir metan gazlarigacha ham bor. Orqa kabinalarini mana ko'rsanglar bo'ladi akalar, bortlarini. Xullas ishlashga tayyor mashina akalar. Bu 5 xolodilnik varianti. Narxi aka. Narxi 11300 so'rayapti. Avtobusdagi nomidan chiqsanglar, chiroyli qilib skidkalarni ham qilib beradi. Cheris bank ham bankini o'zingizlar hal qilsanglar, bemalol bosib olsanglar bo'ladi. Buni geni yo'q, ha? Gen davenisi yo'q. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99lik 077 83 39. Ismlari? Abdujabbor aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Bizda navbatdagi mashinamiz Shinerite 30 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, probegi uzr aka. Probegi 58 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q. Ko'r poliklaridan tashab qo'yishgan ekan akalar. Mexanika korobka, konditsionerlarigacha xudo xolisi bor, ishlab turibdi akalar. Mashinamizning metan gazlari 90 taliga 30 tali ekan. Borti nechiga necha aka buni? 3 metrga 160. 3 metrga 160 ekan. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yakka balonli ekan akalar. Balon holatlari ham yangi ekan akalar. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsa, akamiz 11 000 so'rayapti. Avtobusbegim nomidan chiqsanglar, chiroyli qilib skidkalarni ham qilib beradilar. Cheris bank ham o'zingizlar hal qilsanglar, bemalol bunaqasiga ham bosib olsanglar bo'ladi. Geni yo'q, faqat afan. Agar naqdga oladigan bo'lsanglar, nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99lik 077 83 39. Ismlari? Abdujabbor aka. Mashinamizda kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar.
Akalar bizda navbatdagi Chang'an mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yil ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsangiz 80 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, shart emas, poliklari bor, akalar mexanika korobkada konditsionerlarigacha bor, dubl kabina akalar mashinamiz. Mashinamizning даже metan gazlarigacha ham bor ekan, akalar salon orqa holatlarini ham o'zingiz uchun bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, o'zingizlar kelib ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop, endi balon holatlarini ko'rsatamiz. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Temir metan gazlarigacha ham bor. Aka, buni borti dokumenti bor-a? Tentki dokumentlari bor ekan, akalar. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 11500 so'rayapti. Avtobusligim nomidan chiqsanglar, chiroyli qilib skidkalarni ham qilib beradilar. Cheriz bankka ham bankini o'zingizlar hal qilib olsanglar, bunaqasiga ham gaplashib olsanglar bo'ladi. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 93lik 565 5888 ismlari Dilshod aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Chang'an mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yil ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 27 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari ham yo'q ekan, poliklari ham yo'q ekan, mexanika korobkada konditsionerlarigacha bor akalar. Hop, endi mashinamizning gaz yo'g'i, gazi bor ekan. Yo'q, propan bor. Ha, propani bor ekan. Borti qilingan aka bu? Ha, aligapon. Aligapon qilingan ekan. Nechiga necha? 3 metrga 1.60. 3 metrga 1.60. Eni? Eni ham 1.60. Eni ham 1.60 ekan. Dokumentlari hamma narsasi joy-joyida akalar, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Narxchi aka 13 ming so'rayaptilar. Avtobusligim nomidan chiqsanglar, chiroyli qilib skidkalarni ham qilib beradilar. Cheriz bankka ham bankini o'zingizlar hal qilsanglar, bemalol unaqasiga ham gaplashib olsanglar bo'ladi. Geni yo'q, faqat оформление. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 97lik 790 66 66 ismlari Mannop aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bizda navbatdagi mashinamiz Shinerite 30 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023 dizel aka. Qancha yurgan? 67 ming yurgan. 2023-yil 67 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor ekan. Hop, endi mashinamizda gaz bormi aka? Gazi 90 tali metani bor. 90 tali metan gazlarigacha bor ekan akalar. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tentli varianti akalar, dokumenti hamma narsasi bor akalar. Hech qanaqa muammosi yo'q. Hop, endi bu mashinamizni narxi keladigan bo'lsa, narx qancha so'raysiz aka? 12700 so'raysiz. Avtobusligim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Cheriz banki o'zligi topishsa, gaplashib olamiz. Banki ham faqat naqdda, gena ham faqat оформление. Aha. Kelishtirib beramiz. Pulni chiroyli kelishtirib beramiz, zotlar. Nomerlari 99lik 821 97 50 ismlari Otabek aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Chang'an mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2020-yil ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, probegi 128 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q ekan, mexanika korobkada konditsioner hamma narsasi bor akalar, ishlab turibdi. Hop, mashinamizning temir metan gazlarigacha bor ekan aka. Borti tentli ekan. Bu borti nechiga necha aka? 280 ga 160, balandligi 170. Balandligi 170 ekan. Balon holatlarini ham ko'rsatamiz. 4 ta yangi balonlardan taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Endi narxi keladigan bo'lsa, narxi qancha so'raysiz? 9,5 so'raysiz. Avtobusligim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Bankini o'zi topsa, bankka ham gaplashib olamiz aka. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 97lik 790 406 ismlari Abdumannop aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Mercedes-Benz Vito mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2005-yil ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, 245 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, mexanika korobkada 6 tali mexanika korobkalari bor ekan akalar. Konditsioneri bo'ladimi aka bo'ladi? Konditsionerlarigacha bor. Dizel motor ekan akalar. Bu yoq tarafdan bitta ko'rsatamiz mana bunaqalarini. Salarga motor,
Chalarka qancha edi aka bu? 8 deydi. 8 yilgan akalar. Orqalarini bitta ko'rsatamiz. Xullas, olasizlar million sizga qilib soqqani soqqa yurib bosasizlar akalar. Buni mana ichlari necha bo'ladi aka? O'zi kelib aniq bo'lishadi, ko'rib olishadi, xudo xolasa. Mashinamizni xarajatga keladigan bo'lsa, bitta amortizatorda bor do'sti. Amortizatorda ozgina rasxodi bor ekan. Ya'ni 100 dollarga bormasa kerak aka. Yo'q, uni qildirib beramiz aka. O'zlari qildirib berar ekanlar akalar. Zapchastdan ham xudo xolasa hech qanaqa muammosi yo'q. Motorlari moy yemaydi, ideal mashina, faqat shoper kerak ekan akalar. Narxga keladigan bo'lsa, narx qancha so'raysiz aka? 6,5 so'raysiz. 6,5 so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Geni bormi aka? Faqat afalmini. Afalmini. Nomerlari? 77lik 703 63 Ismlari? Saydali aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Keyin yana bitta narsasini ko'rdim ham. Laboy ozgina trechini bergan ekan. Agar men o'zimni nomerim bor, kanalda anaqasida, onasidan agar anaqa qiladigan bo'lsanglar, onasini ham o'zim xudo xolasa chiroyli qildirib beraman. Muammosi yo'q, onasidan ham bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida har doimgidek oltin boshinglar omon bo'lsin, musofirdagi akalarimizga, vatanimizga eson-omon qaytib kelishinglar tarafdorimizga hammanglar Allohga omonatsizlar. Bundan ham eng zo'rlarini, eng qimmat inomarkalarni haydab, yaqinlarimizga podarka qilib, albatta ota-onamizning duoligini olish hammalarimizga nasib ro'za aylasin deb qolamiz. Keyingi videomizda qanaqa mashinalar olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.